Minecraft tarixida shunday bir o'yinchi bo'lganki, har bir Minecraft muxlisi u haqida bir marta bo'lsa ham eshitgan. Technoblade, asl ismi Alex. U yirik turnirlarda g'olib chiqqan va Bed Wars rejimida ketma-ket 1000 ta o'yinda g'alaba qozonib, rekord o'rnatgan. Uning YouTube kanaliga 22 milliondan ortiq kishi obuna bo'lgan. Alex qiziqarli va ko'ngilochar videolari bilan millionlab muxlislar qalbidan joy olgan va Minecraft serverlarining muhim a'zosi sifatida tanilgan. Afsuski, 2021-yilning avgustida Alex o'z tomoshabinlariga og'ir xastalik, suyak saratoni, ya'ni sarkoma bilan kurashayotganini xabar qiladi. 2022-yilning iyunida esa Technoblade 23 yoshida hayotdan erta ko'z yumadi. Uning So Long Nerds, Xayr Gamerlar nomli so'nggi xayrlashuv videosi butun dunyo bo'ylab millionlab insonlarning qalbini chuqur larzaga soldi. Blogerning oilasi bugungi kunga qadar odamlarga yordam berishni davom etmoqda. Ular rasmiy mahsulotlar savdosidan tushgan mablag'ni saratonga qarshi kurash fondiga yig'ib berishadi. Minecraft hamjamiyatida esa Technoblade Never Dies iborasi abadiy muhrlanib qoldi.